Hurmatli azizlarim, lichinalarimiz davom etmoqda. Keyingi kelgan patsientimiz har doim lichina olib yuradigan ukamiz ORV bo'libdi, ostriy respiratoriy virusli infeksiya, mana gripp deysizlar-ku, mana shu gripp bo'lib, mana yo'tal bilan temperatura bilan kelibdilar, mana lichinani boshladik, kapelni. Kunlaringiz yaxshi o'tsin, sihat salomatlik tilayman sizlarga. Sog' bo'linglar. Hurmatli azizlarim, ishdaman. Chemadonni nastrayna deydi-ku, bugun перед последний kunim, ertaga xudo xolasa oxirgi kunim. Kasallarimiz mana patsientlarim kecha osteoartroz bilan yurolmay keluvdilar. Sizlarga aytdim, mana ukamiz, mana ikkinchisini olmoqdalar. Qandaysiz? Hammasi shotga qoladi. Yo'q, bu kishiga aytaman, qanday, zo'rmisiz? Bugun o'zlari yurib keldi. Kecha bir og'aynilari suyab keluvdilar-da. Nima, qanday bu o'zi yurib keldi desam, oyog'imda og'riqlar ketdi, shishlar ketdi deb, mana dorilarni olib kelibdilar. Ustiga yozib beraman. Juda ham yaxshiman dedi. Bu ukamiz furunkul bilan edi. Mana olyaptilar. Nechinchisi bugun? Bugun 3-chi kun qoladi. Uchinchisimi? Ha. Qanday, zo'rmisiz? Hammasi yaxshi qoladi, zo'r zakomni. Tavsiya qilib qolasizmi? Tanishni hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar. Obunachilarsiz kelsa hammasi. O'zlari meniki qilsin. bir-biridan eshitib kelishadi Sarafani radio. Hammangizni yaxshi ko'raman. Sizlarga sog'lik, salomatlik azizlarim.